Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun biz Samarqand viloyatining Paxtash tumanidan videoga olyapmiz. Qulupnay ko'chatlarini mana Toshkentdan bir akamizdan zakaz qilib olib kelib ekdik. Bugun sanamiz 25-mart 2025-yil. Bugun ekkan holatimiz ustidan chirigan gung solib yaxshilab tayyorlab qo'ydik. Endi yomg'ir yog'ishini kutyapmiz. Havo bulut. Yomg'ir yog'masa agar ariq orqali sug'oramiz. Ko'chatimizning soni 200 ta. Hozir ko'paytirish maqsadida 200 tagina olib kelganmiz. Mana bu ariqlarga mana bunday chirindilarni solsak, nami yaxshi bo'lib turadi, namini ushlaydi chirindi. Yana boricha olib kelib ariqlarga solib chiqamiz. Sug'organingizda ham namlikni tutib qoladi chirindi. Bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni iltimos qilib qolamiz.